Assalomu alaykum qarindoshlar. Bu bizning tunji navbat yuz ko'rishimiz. Shu vaqtdan xayrli bo'lsin. Kamina ili o'g'li Boburda orqasidan o'tib Yaqinda bir necha yil mobaynida nurg'un qarindoshlarimiz har turli sabablar bilan Germaniyaga keldi. Nemis tili dunyodagi test tillarning biri bo'lganligidan ham undan sirt Uyg'ur tili bilan bo'lgan farqidan keyin ko'rinarli cho'ng bo'lganlik tufayli nurg'un qarindoshlarimizning bu tilni o'rganishda ba'zi bir qiyinchiliklarga yo'liqib qaraymiz. Mana bu dal mushu YouTube kanalining ichilishdagi tub sababidir. Qayerdan qanday boshlash to'g'riliq ko'p o'yinish orqali oxiri nemis tilidagi bozorlik tema, ya'ni kazus Uyg'ur tilidagi ma'nosi va yoki Uyg'ur tilidagi tarjimasi bo'lsa, jumla bo'laklardan boshqa tilni darsimizni boshlashni to'g'ri topdim. Albatta, tunji soatlik darsimizni boshlashdan burun ikki nuqtani ta'kidlab qo'yishni to'g'ri topdim. Birinchisi, bu bir necha kundan beri o'z vaqtida ishlatgan Uyg'ur tili konspektini varaqlab, ana tilimiz va bugungi nemis tili darslikida so'zlamoqchi bo'lgan mazmunlarning o'rtaqligini topmoqchi bo'ldim. Albatta, bunday qilishimdagi asosiy maqsad ekran oldidagi qiyinchilikni bu tilni o'rganishiga yedekkina bo'lsin foydasi bo'larmiki deb o'ylagan. Holanki oxirida shuni yakunlab chiqdikki, haqiqatan ba'zi bir o'rtaqliklar bor ekan, ammo buni mutlaq deb ketgan bo'lmaydi. Ushbu sabab bu tilni amalda Uyg'ur til formulasiga solishga urinmay, bu tilni o'ziga xos alohidligi va qoidasini qabul qilishga va shu bo'yicha o'rganishga tirishib baqsaq degan umiddaman. İkinci nokta olsa ve asaslık yo'liqtirgan ba'zi bir nemis tilidagi so'z iboralarni yana shu Uyg'ur tiliga tarjima qilmay o'z beti ilishini to'g'ri topdi. Masalan, modal verben, akusativ, prateritum va gazala. Bunda olgan vaqtda siz savol ishlash jarayonida va yoki maktabda uy boshqalar bilan birlikda o'rganishga ahvol ostida qaymoq ketmaysiz, inoqroq qilib aytgan vaqtida bu tilni texnik yaxshi o'zlashtira olasiz deb qarayman. Endi bugungi birinchi qatimliq darsimiz qaytib kelsak, başlayıp ötkenga o'xshash kazusdan boshlaymiz. Albatta, kazus o'z ichidan 4 ga bo'lindi. Ya'ni nominativ, akusativ, dativ va genitiv. Albatta, bugungi darsimiz biz asosliq nominativ bilan bilishimiz. Bu vaqtda nominativ degan nima degan savol o'tirib kelib chiqadi. Der Nominativ ist der Grundform der Nomen und beschreibt das Subjekt, also die Person und die Sache, die handelt. Xudoyim to bir ig'iz tushungan bo'lsam o'lay hozir. Raskamsan men tushundim. Yapılaq tilimiz elib etgan vaqtda nominativ boshqa narsa bo'lmasdan dal bir jumlaning ichidagi egisidir. Albatta, bir jumla berilgan ahvol ostida bizga nominativni teppa degan savol qo'yilsa, biz buni hal qilishdan faqat ikki xil usul bor. Birinchisiga savol qo'yamiz, ya'ni wer oder was, kim va nima degan savolni qo'yamiz. Agar bu jumlada bu savollarga javob topa olsak, bu dal nominativ bo'ldi jumlaga. Misol aytsak bo'ldi. Der Himmel ist blau. Ya'ni osmon bo'z ko'k rangda va yoki ko'k. Bu jumladagi nominativni tepish uchun eng avval men deb o'tganga o'xshash wer oder was degan savolni qo'yamiz. Ya'ni was degan savolni qo'ygan vaqtda nima deganga bu jumladagi der Himmel, ya'ni osmon degan savol gap, ya'ni osmon degan so'z bu savolga javob bo'lib kelganligi uchun bu jumladagi nominativsi va yoki bu jumladagi nominativda der Himmeldir. Yana bir misol olsak, der Kellner bringt die Getränke. Bu yerdagi der Kellner, ya'ni kutuvchi va yoki mulozim. Nimalarga keldi? İçimliklerine geldi. Bayaqidek bir savol qo'yamiz, ya'ni wer oder was. Was degan savolga bu yerda hech qanday narsa javob bo'lib kelinmaydi. Ya'ni nima degan savolga bu jumladan biz javob topa olmaymiz. Ammo kim degan savolga, ya'ni der Kellner, ya'ni kutuvchi va yoki mulozim degan bu so'z javob bo'lib kelganligi uchun bu jumlaga nominativdan der Kellner. Shunki kesib aytishga bo'ldiki, das Subjekt steht immer im Nominativ. Ya'ni bir jumla egisidan mush jumladagi nominativ. Ammo bir xil alohida ahvol bor, buni hargiz nazardan saqit qilishga bo'lmaydi. Ya'ni tuvandagi 5 xil fe'l kelgan ahvol ostida bu fe'llardan keyin kelgan, ya'ni tuvandagi verblar kelgan ahvol ostida bu verbdan keyin kelgan so'zlar al nominativ bo'ldi. Bu fe'llar bo'lsa sein, werden, bleiben, heißen, Ne bileyim abi. Schein. Mesela misallasak, du wirst ein toller Vater werden. Sen yaxshi bir dada bo'la olasan, ya'ni bo'lsa. Bu yerga wirst degan so'z bayan men tilga o'tgan 5 belgilanishli bir so'g'alik uchun ein toller Vater degan mush butun bo'lakning o'zi hammasi bir nomush jumladagi nominativ sanaladi. Yana bir misol olsak, das Essen ist fertig. Bu jumladagi nominativdan das Essen. Ya'ni biz bayan savol, ya'ni nima degan savolni qo'ygan vaqtida tamoq tayyor bo'ldi. Bu jumladagi tamoq, ya'ni das Essen dal bu jumladagi nominativ bo'ldi.
Ama biz savol shakliga diqqat qilgan bo'lsak, nominativ tepbiran degan savol qilgan vaqtida bu jumladagi subyektni tepbiran deb savol chiqadi. Bu deganlik bu jumla x'ni tepbiran degan. Bu vaqtida bizning qalbimiz shu inoq oydinlashtirishimiz kerakki, agar biz bu jumladagi nominativni topsak, dal biz bu jumlaning subyekt, ya'ni bu jumla x'ni topgan bo'lamiz. Yana bir misol olsak, auf dem Sofa sitzt eine Katze. Ba'zi bir qarindoshlarimiz bu xil jumla shakliga uchragan vaqtida qaymoq ketishi mumkin. Chunki bu jumlada o'xshash vaqtning ichida ikki o'xshamagan so'z bor. Ya'ni birsiga auf dem Sofa, yana birsiga die Katze, ya'ni bo'lsa eine Katze. Kreslonun ustida bir mushuk bor. Yoki bir mushuk yotadi. Ve o da was degan savolni qo'ygan vaqtimizda was, ya'ni nima degan savolga javob bo'lib keladigan faqat eine Katze. Shuning uchun bu jumladagi nominativni biz eine Katze deb muayyonlashtiramiz. Shundaqda biz darsimizni yig'incha qilsak, birinchi nuqta jumladagi x'ida biz izlayotgan bu jumladagi nominativdir. Nominativni tepish uchun biz eng avval biz deb o'tgan 5 fe'l qaraymiz. Agar bu fe'llar kelgan ahvol ostida, lekin bu fe'llardan keyin kelgan so'z bo'lkidan biz izlayotgan nominativdir. Agar bu fe'llar bo'lmaganda bir jumlada ve o da was degan bu savollarimizga javob bo'lib keladigan so'z bo'lsa, bu da biz izlayotgan nominativdir. Ta'limimizga yaqinda Google Translate'ga, ya'ni Google tarjimonga bizning ana tilimiz qitildi. Ammo texnik taraqqiyot bosqichida bo'lganlik sababidan ba'zi bir so'zlarni tarjima qilishda yana ba'zi bir nuqsonlar yana mavjud. Endi men to'g'rida ma'lum bir qiyinchiliklarizniki nemischa va uyg'urcha lug'atni tarjima qilganini uchirtib qoldim. Men bu lug'atning ulanishini videoning osti qismiga yozib qo'yma, ehtiyoji bor qarindoshlar xohlagancha foydalansa bo'ldi. Bu mening tunji qatimliq bu xil videoni ishlashim, mening his qilishimcha men yana nurg'un nuqsonlardan mustasno bo'lolmadim deb qarayman. Shuning uchun aziz qarindoshlarniki har bir qimmatli taklif fikrlarni astiga inkas altida yozib qo'yishni tuvanchiklab o'tinaman. Agar kendi bugungi darsimizda ba'zi bir xatoliklar bo'lsa, har qaysidan tuvanchiklar uzr so'rayman. Albatta Yevropadagi musofirchilik Turkiyadagi musofirchilik o'xshamaydi. Til qiyinchiligi ba'zi bir qarindoshlarimizni avasatib qo'ygan bo'lishi mumkin. Agar kendi sizda til o'rganishdagi va yoki ijtimoiy turmushdagi har qanday bir qiyinchilik va yoki har qanday bir savol bo'lsa, astiga inkas altida yozib qo'ysangiz, biz cho'qim javob topishga tirishimiz deb qarayman. Albatta bu deganlik hargiz men hamma narsani bilmaydiganlik emas, ammo nemis til saviyasi menikidan yaxshi, bu jamiyatda mendan uzun yashagan va mendan cho'nqur tushungan qarindoshlarimizning nurg'un ekanligiga ishonman. Shunday qarindoshlarimizning inkas rayonidagi qarindoshlarimizning savoliga yaqindan moslashib, javoblarni aymasliklarini tuvanchiklab o'tinaman. Rahmat. Kelar qatim so'zlangan mazmun bo'lsa, Akusatif. Akusatif to'g'ri so'z. Kelar seni ko'rish yomon bo'ling, ajrli bo'ling.